Sarimsoqni sutga botiring. Ular sizdan qochib ketadi. Siz hatto tasavvur ham qila olmaysiz, tanangizda kim yashayotgan bo'lishi mumkin. Agar sizda charchoq, kayfiyatning tushishi, qorin shishishi bo'lsa, sabab ichingizdagi parazitlarda. Men sizga 2-3 kun ichida ulardan qanday xalos bo'lishni ko'rsataman. Sarimsoq donasini mayda qirg'ichdan o'tkazamiz. Mana shunday. Sarimsoq ezgichdan ham foydalanish mumkin. Sarimsoqda mavjud bo'lgan alitsin eng kuchli antiparazitar vosita. U havo bilan aloqada bo'lganda faollashadi. Sarimsoqni stakanga solamiz va 15-20 daqiqa kutamiz. Shundan keyin faqat iliq sut quyamiz. Bu juda muhim. Issiq emas, aynan iliq sut sarimsoq bilan eng yaxshi ishlaydi. Bu sutni kechasi och qoringa iching, 3 kun davomida. Natija sizni hayratga soladi. Toza ichak, maksimal energiya va qorin shishi yo'q. Foydalaning, do'stlaringiz bilan bo'lishing. Agar bu maslahat yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling.